Qadrli obunachilar, navbatdagi darvozamiz mana tayyor bo'ldi. Soqolov Hasan darvozamiz Toshkent yangi yo'lga olib kelib o'rnatdik. Xudo xolasa videoni ko'rishdan oldin like tugmasini bosib qo'ysalaring, juda ham xursand bo'lamiz. Biz darvozamiz haqida ma'lumot berishni boshlaymiz. Soqolov Hasan darvozamiz yarim 2 qavatli darvoza hisoblanadi. Listlari 2 listdan bo'lgan. Ikkinchi qavatlari mana shu yerlari ichiga steklovatorlar solinib, 2 qavat bo'lgan. Keyin pastki qismlari xudo xolasa darvozamiz mana juda ham chiroyli chiqdi. Ranglari mokr asfalt rangda bo'lgan. Kraskasi Devo markadagi kraska, GK2 nasib berganmiz to'qidan. Hop, taglari yo'q. Ikkala yoni 8 ga 4 profil bo'lgan, tepasi ham 8 ga 4 polni. Tagida o'zi eski darvoza bor ekan, korobkasiga o'rnadi. Xudo xolasa mana chiroyli chiqibdi darvozamiz. Ekranning pastki qismida nomerlarimiz bor. Aloqa yetishsalaring chiroyli qilib O'zbekiston bo'ylab o'rnatib beraveramiz darvozalarimizni. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.